Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Biz hozirgi kundagi qilinayotgan ishlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Chisnuga ekkanmiz, 22-oktyabrda ekilgan. Sababi kechki kartoshkani yig'ishtirib bo'lib o'rniga ekkanmiz va mahalliy go'ng chiqarganmiz, mahalliy o'g'it ustiga sepib chiqqanmiz. Bilinyaptimi yo'qmi bilmadim. Hozir suv qo'yapmiz. Buni asosiy sababi kuzda yog'ingarchilik bo'lmadi, quruq havo kelgani uchun. Agatimiz jiyagimizni kengligi 70likka 3 qator ekkanmiz chisnukni va u tarafida oldinroq ekilgan sabzimiz o'rniga ekilgan 8-oktyabrda ekib bo'lganmiz buni. O'zi farqi ham bilinib turibdi. Mana shu chisnuk maydonimiz. Bu yoqqa ketgan, bu yoqqacha. Bu yoqqa mana. Bizni kuzatib borishni to'xtatmang, qo'llab-quvvatlashni unutmang. Hammangizga rahmat.